Avror aka, assalomu alaykum. Vaalaykum. Og'a, gaplashsak bo'ladimi agar ruxsat bersangiz siz bilan? Labbay. Gapiring. Avror aka, men Xitoyda Lao Tze yaratgan da'vo ta'limotiga ishonaman-da, og'a. O'sha ishonishim uchun aybdor bo'lamanmi, yo'qmi aka? U ta'limotni bilish kerak. Agar kufr bo'lsa, kofir bo'lasiz. Mayli Avror aka, men sizni tushundim, kofir bo'larman men. Umuman o'sha narsaga ishonishga haqqim bormi, yo'qmi og'a? Kofir bo'lishga haqqingiz bor. Xohlasangiz jahannamda yonishga ham haqqingiz bor. Boyagi rahmat aka, boyagi aytgan nimangizni o'rgandim og'a. O'qinglar dedingiz-ku, oxirida o'limidan oldin tan olgan bir olimni aytdingiz DNK bo'yicha. Anthony Flew. Uni o'sha sразу aytgan payt qidirdim og'a. Oxirida shu xudo borligiga ishongan ekan, haqiqatdan siz aytgandek. Lekin deistik pozitsiyada ekanda, aynan bir qaysidir nimani tanlamagan ekan demoqchiman og'a. Kim aytdi uni qaysidir dinni tanlagan, musulmon, yahudiy bo'lgan deb? Yo'q, yo'q. 80 yil. 80 yil rahmat. kechirib, 40 yil, 50 yil ateizm g'oyasini targ'ib qilib, xudo yo'q deb kitoblar yozib, 80 ga kirgandan keyin musulmon odam 6 yoshida qabul qilgan joyga yetib kelgan. 80 yillik umr kiradigan joyga kirib bo'lgan. Yetib kelgan joyi musulmon aqlini taniganda, boshlaganda yo'lga yetib kelgan. Keyin kitob yozgan katta qilib, adashibman, xudo bor ekan deb. U endi o'sha ateizmni g'oyasini eng dolzarb da'vatchilaridan edi. 50 ga yaqin kitob yozgan edi. Kitoblarini hammasini ustidan xuddi bezin qo'yib yoqvordi o'zi. Xato ekan bu yo'l dedi. Men ateizmga qarshi dalil keltiryapman uni. Musulmon bo'ldi demayapman. Musulmon bo'lishga muhtoj emas islom. Islom ba'zi odamlar aytadi, mana deydi, Muhammad Ali musulmon ekan deydi. Mana deydi, Kusto musulmon bo'ldi. Uni qizig'i yo'q islomga. Kimdir musulmon bo'lsa, u islomga qanaqadir obro' olib kelmaydi. Islom har qanaqa insonga obro' bo'ladi. Hech qachon islomga kimdir kirishligi bilan islom boyib qolmaydi. O'shaning uchun aytayapmanki, men Anthony Flew degan ateistlar cho'qinadigan odam bo'lgan u. 20-asrni eng ilg'or ateist hisoblanadi. Shu 40 yil, 50 yillik o'qigan ilmini shunday axlatga tashlab yorib, men adashibman, xudo bor ekan dedi. Shu gapni gapirganda xudoni tan oldi, xolos, dinga kirmadi deylik. Lekin xudoni borligini tan oldi. Iloji yo'q, mantiqan inkor qilishi dedi. Ateistlik tupizm dedi. Bu mumkin emas dedi. Bunaqangi tartib, birdan keyin 2, 2dan keyin 3 bunaqa ya'ni simmetriya bo'lishi mumkin emas dedi. O'sha aqidada 7 yoshli musulmon o'sha aqidada bo'ladi. Hali u dinlarni 5 vaqt namozini o'qib, zakot berib, Ramazon ro'za tutib yurgan bola bo'lmaydi. Bo'ldi, xudo bor deydi. Robbing kim desa Alloh deydi. O'sha bola yetib kelgan eshikka 50 yil o'qib yetib keldi. Undan keyin u musulmon bo'ldimi, yo'qmi, qanaqa o'ldi, menga qizig'i yo'q uni. O'sha tarafi menga ham qiziqdi, og'a, bo'ldi. Aytmoqchiman, ancha yashagan yo boshqa, men aynan mana shuni haq deydi demoqchi emasman. Umuman iymon keltirgandir, masalan, yaratgandir borligiga. O'shani o'zi ham katta yo'q hisoblanardi. O'shada u umrini bekor o'tganini o'zi e'tirof qilgan. Uni shogirdi bor, Dawkins, Richard Dawkins degan. Richard Dawkinsni Xudoni kim yaratdi degan kitobi bor. O'sha kitobini mana shu savolni o'zi, boshlang'ich savolni o'zi mantiq ilmini 1-sinfiga ham hali qabul qilinmaydigan odamning savoli bu. Aqli nochor odam hamma narsani Alloh yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan deb savol beradi. Aqli nochor odam. 1-sinfga ham qabul qilinmaydi bu odamlar. Abror aka, tushuntira oldingiz, boshqa savolim bor edi. Mana ayolim muslimada, Abror aka. Hijobga o'taymi deganda men aytdim, o'sha islom dini qoidalari bo'yicha o'sha amal qila olasanmi hamma narsasiga? Ha dedi. Men hech qanday qarshiligim yo'q hech qaysi dinga, Abror aka.
keyin buyoqda bir ikkita musulmon akalar aytyapti, sen deyapti, ajrash ayoling bilan deyapti, ayolingga yaxshilik qilgan bo'lasan deyapti. Aka, men savol berdim. Men 5 yoshli farzandim bor aka. Men hech kimning e'tiqodiga xalaqit bermayman. Lekin men farzandimni juda yaxshi ko'raman. Oilada hamma bir-birini yaxshi ko'radi. Men ajrashib ketganim, o'g'lim otasidan ayrilgan. Mana shu narsa foydalimi yo yo'qmi, Abror aka? Bu hissiyot bilan hal qilinadigan narsa emas. Sizlarning oilalariga hech kim aralashmaydi. Islom shariati bo'yicha agar savol berayotgan bo'lsangiz, kofir erkak bilan muslima ayolning nikohi joriy bo'lmaydi. Siz agar kofir bo'lsangiz, kofirligini qabul qilgan bo'lsangiz, yo'q, qabul qilinmaydi-ku, Abror aka. Ayolingiz bilan o'sha qabul qilinadi-da, qaror qabul qilinadi. Mana shu to'g'ri deyiladi. Islomdan ko'ra bu to'g'riroq deb boshqa dinni, boshqa filosofiyani o'ziga metafizik e'tiqod qilib qabul qilsa, shariat nuqtai nazaridan bu ayolingizga beriladigan savol, sizga emas. Haqiqatda kofir bo'lganligingizni aniq bilsa, zotan o'rtada nikoh qolmaydi. Lekin siz hali izlanishda bo'lsangiz, hozirgi holatda bir kufr amalni qilib qo'ysangiz, shariat aytadiki, bu odam yo'l qidiryapti. Bu amalini kufr ekanligini, bundan saqlanish kerakligini bunga o'rgatiladi deyiladi. Payg'ambar alayhissalomdan bir hadis bor. Mo'min odam iymonning ta'mini, lazzatini totolmaydi, 3 ta narsani jamlamaguncha deganlar. Iymonda lazzat bo'ladi. Buni har bir mo'min his qiladi. Haqiqiy iymonga ega bo'lgan odam shunaqa zavq, shunaqa lazzatni tuyadiki, o'shaning uchun u boshiga qilich kelsa ham iymonda turaveradi. Bitta qozonni to'ldirib yog'ga qaynatib, musulmonni shunga otaman, iymoningdan voz kechsa otaveraver deydi. Qaniydi mingta jonim bo'lganda edi, har qovurilib chiqib qaytadan tirilib yana otsang, yana iymonda turaveraman deydi. Nimaga desa lazzat tutib qolgan. Iymonning lazzati nimadan iborat desa, payg'ambar alayhissalom aytadilarki, Alloh seni kufrdan qutqargandan keyin, senga islomning haqligini qaror qabul qilish imkoniyatini bergandan keyin yana kufriga tushib ketishlikni xuddi tandirdagi olovga tushib ketishlikdek yomon ko'rsang, iymon lazzatini totasan degan. Hozir kufr haqida gapirganda siz bo'pti, menda bo'laveradi, kufr bo'laveraman deyapsiz-ku, bu sizda iymon hali hidi ham yo'q-da. Sizdaqalarni bizda lug'atimizda muzabzab deyiladi. Muzabzab. Muzabzabina bayna zalika la ilaha ula va la ilaha ula deb Qur'onda shunaqa oyat keladi. Muzabzab bo'lib qolgan. Ya'ni soddaroq bizning o'zbek tilimizda sodda tilda aytganda dovdir bo'lib qolgan, dovdirab qolgan. Oyoqqa boshini urishni bilmaydi. Bir qarasang, Xitoy Taosini, bir qarasang, Konfutsiyni, bir qarasang, yogani. Abror aka, mana shu gapingizda men bu odam bilan gaplashmaganim yaxshi, chunki vaqtim ham yo'q unaqa. Bu odamning savollari ham, saviyati ham o'ziga yarasha ekan. Ateizm to'g'risida kimda savol bor? Inshaalloh bu gaplashsak bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Rahmat. Savolim ateizm haqida emas. Yaqinda bir hafta oldin bir mavzuda bahslashdik. Shu yerda bir Dog'uli degan odam bor ekan. Dinga majburiy emas, islom dini majburiy emas desak, bir ateist o'shanga majburiy ekan dedi. U kishi ham shunga qo'shildi. Din shu majburiymi yoki majburiy emasligini to'liq ma'lumot berib keting, kitobi inshaalloh hammamizga manfaatli bo'lib qolsin. Din musulmon bo'lmagan odamlar uchun majburiy emas. E'tiqod majburiy bo'lishi mumkin emas. E'tiqoddan ko'zlangan maqsad yo'qqa chiqib qoladi agar majburlansa. Chunki u e'tiqod qo'l bilan, oyoq bilan qabul qilinadigan narsa emasda. E'tiqod qalb bilan qabul qilinadi. Qalb insonning eng yashirin a'zosi. Uni hech kim bilmaydi. Hatto farishta ham bilmaydi. Qalbidagi o'tgan narsani. Farishtalar insonning ustidagi narsasini yozadi.
va ya'lamuna ma taf'alun. Qur'onda farishtalarning sifati shunaqa kelgan. Ular qilgan ishinglarni biladi deydi. Demak, ish qilsak biladi. O'ylagan, fikrlagan qalbimizdan o'tganini bilmaydi. Shunga ko'ra iymon masalasi majburiy bo'lishi mumkin emas. Iymon masalasi ixtiyoriy bo'lishi kerak. Lekin musulmon bo'ldi bir odam. Musulmon bo'lgandan keyin uni islom qo'ygan qoidalarga amal qilishga majburlanadi ba'zilariga. Ba'zilariga tegilmaydi. Misol uchun deylik, zakot masalasi. Sizni ko'cha-ko'yda savdoyingiz bo'lsa, qo'ylaringiz bo'lsa, dehqonchiliklaringiz bo'lsa, hammani ko'zib tushib turganligi uchun ulardan zakot olinadi, majburlab olinadi. Endi majburlash yo'q deb zakotdan bosh torta olmaysiz. Lekin uyingizni ichida qancha pul borligini taftish qilinmaydi. Uyingizda ichida sefingizda yotgan pulingizga o'zingiz vijdonan berasiz. Xohlang bering, xohlang uni majburlamaydi hech kim. Ro'za, hamma ro'za tutib turganda ko'chada ovqat yeb yurishingiz to'g'ri emas deydi. Hatto ba'zi anaqalar davlatlarda axloq politsiyasi degan politsiya yuradi. Ko'chada shunaqa ovqat sotayotgan, faqat musulmonlar yashayotgan mamlakatda ovqat yeb yurganlarni majburlaydi. San ro'za hurmatini qil deydi. Lekin ertalab siz niyat qilmagan bo'lsangiz, uyingizga kirib nimaga niyat qilmading deb uni majburlamaydi. Hammasi qarasangiz, mehvar aylanib borib iymon atrofiga bog'lanaveradi. Buni misoli nimaga o'xshaydi? Buni misoli O'zbekistonda yashaysizmi, Qirg'izistonda yashaysizmi, ixtiyor sizda. Hech kim sizni majburlamaydi. O'zbekistonda yashashga majbursan deyolmaydi hech kim. Xohlang Dubayga borib yashang. İmkoniyatingiz bormi, sharoitingiz bormi, Italiyaga borib yashang. Lekin borib yashadingiz. Masalan, Dubayga kirib yashayapsiz. Fuqaroligini oldingiz yoki gold vizasini oldingiz. Endi Dubay qonunchiligiga amal qilishga majbursiz. Yo'q, ixtiyoriyman, xohlagan ishimni qilaman deyolmaysiz. Bir-biriga zid fikr bo'lib qoladi. Din shuni aytadi. Aynan qonun qoidalar, insoniy huquqlar, jamiyatshunoslikka aloqador, geosiyosatga aloqador barcha qonun qoidalarning asosi islom o'zi. Faqat manbasini ko'pchilik bilmaganligi uchun adolatli davlatlarning qonunlariga mahliyo bo'lib o'tiraveradi. Adolatli davlatlarning qonunlarini taftish qilib o'rgansangiz, tagiga kirib borsangiz, musulmonlarni olgan bo'lib chiqadi ular. Ular mana shu narsani aytadi. Xohlagan davlatda yashash huquqimiz bor. Yashagan davlatimizning qonunlariga amal qilishga majburmiz. Xohlagan dinga e'tiqod qilishga haqqingiz bor. Islomga kirganingizdan keyin islomga amal qilishga majbursiz. deyiladi. Undan tashqari umum bashariy qoidalar ham bor. Masalan, bir turli dinlar mavjud bo'lgan mamlakatlarda umum bashariy qoidalarga amal qilib yashash maqsadga muvofiq deyiladi. Soddaroq tilda aytganda, masalan, nasroniy ham, yahudi ham, ateist ham, turli xil toifadagi insonlar yashayotgan, mana 16 ga yaqin diniy yo'nalishi bor O'zbekistonda. Shunga o'xshagan mamlakatlarda eng ma'qul boshqaruv tizimi qaysi desa, ulamolar fuqarolik boshqaruv tizimi deydi. Demokratiya ya'ni. Nimaga desa, chunki demokratiya hamma dinlarni, hamma tushunchalarni o'zini huquqini himoya qilib beradi. Masalan, men musulmonmanmi, dinimni yashashimga sharoit qilib beradi shu mamlakat. Hozir bu mamlakatda nasroniylarga kuch bersa yoki yahudiylarga kuch bersa yoki musulmonlarga kuch bersa, qolgan dinlarni huquqlari poymol bo'lish ehtimoli bor. Chunki madaniyat shakllanmagan, integrallashuv
yetarli saviyada bo'lmagan. O'shaning uchun fuqarolik jamiyati ma'qul deyiladi. Bu o'sha Ibn Haldun jamiyatshunoslik haqida gapirgan muqaddimasida chiroyli tushuntirgan. Imron sabablari, asabiya asoslari, geografik jarayonlar hammasini o'rgatgan. Mana shulardan kelib chiqib aytamizki, sizning savolingizga umumiy xulosa shu. Musulmon bo'lmagan odamlar uchun dinda majburlash yo'q. Bir qancha oyatlar bor. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Xohlagan mo'min bo'lsin, xohlagan kofir bo'lsin. Ana din tanlovida uni ixtiyorida. La ikroha fid din. Dinga majburlash yo'q. Qad tabayyana rushdu minal g'oy. Noto'g'ri yo'l bilan rushd, to'g'ri yo'l ochiq oydin bo'ldi. Xohlagan uni tanlasin, xohlasan buni tanlasin. Fahadaynahum najdayn. Ikkita yo'lga biz yo'llab qo'ydik. Ikkita yo'lni ilhom fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Fujur va taqvoga uni ilhom qilib qo'ydik. Tanlov o'zida. Mana yuqoridagi aytayotgan odam tanlasam bo'ladimi deyapti-yu. Bo'ladi emas, tanlov ixtiyori hammasi insonni o'zida. Oqibatiga rozi bo'lsa, xohlaganini qilsin deyiladi. Lekin islomni qabul qilgandan keyin islom amallarida ixtiyoriy degan gap ketmaydi. Tushundingizmi? Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Ustoz bir bola bor, oldin musulmon bo'lgan ekan, keyin dindan chiqib yana ateist bo'lgan. Endi shu islom diniga qaytish, iymonga qaytish sabablari qoniqtirmayapti. Bir qoniqarli sabab topolmayapti. O'shanga bir nasihatingiz bo'lsa yoki bir tavsiyalaringiz bo'lsa, Alisher, agar imkoningiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa bering. Ben domlaga savol beraman deb savol tayyorlab qo'yganimdami? Mayli, shu holatingizni bir gapirib bering, nima bo'lgan o'zi? Domla shu chatlarda yurib, ama anchadan beri chatlardaman, 3-4 yildan beri. Shubha tushib qolgan shunga. 3-4 yilda ilm o'qisangiz bo'lmasmidi? Chatlarda yurib bir narsaga ega bo'lmaysiz, illo shu shubhaga ega bo'lgansiz. Ilm o'qish kerak. Shubhadan qutulolmayapman. Shubhadan qutulish uchun ilm o'qish kerak. Chatda o'tirib olib vaqtingizni ketkazsangiz to'g'ri emas. Chatda ilm olmaydi. Chatda har kim o'zini fikrini gapirib, men to'g'ri gapiryapman deb turaveradi. Asl to'g'ri narsa kitoblarda. Kitoblardan yurish kerak. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni iymon kitobini o'qisam ham o'sha yerdagi yozilgan narsalarni qabul qilishim qiyin bo'lyapti. Shu ateistik fikrlar ustun kelib qolyapti baribir. Xudoga tavba qiling, nimadir bor demak sizni o'zingizda. Yashirin qanaqadir og'ir gunohlaringiz bor. O'sha sababli qalbingizni ko'r bo'lib boryapti-da. Yig'lash kerak bunga. O'qolmayapman, toqatim yetmayapti, qabul qilish bo'lmayapti. Bu yig'lash kerak, og'ir ahvol. Hidoyat Allohning eng qimmatli narsasida. Uni faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Allohning rahmatidan uzoqlashib qolibsiz-da. Bu yomon, ya'ni buni oqibati yomon. Siz boshqa yo'llarni bekitishingiz kerak. O'sha shubha uyg'otishi mumkin bo'lgan hamma eshiklarni birinchi yopishingiz kerak. Zarar bartaraf qilinmaguncha foydaga kirib bo'lmaydi. Birinchi zarar bartaraf qilinishi kerak. Eshiklarni yopib, bitta daftarni olasizda, shubhalaringizni yozib chiqasiz 1, 2, 3 qilib. Keyin shu soha yo'nalishida mutaxassis odamga ro'baro bo'lasiz. O'sha odam sizga hamma shubhalaringizni birin-ketin ilmiy asosda yechib beradi. Ana undan keyin oldinga qarab ilm o'qishni boshlaysiz. Keyin ilm sizga foyda berishni boshlaydi. Adres noto'g'ri bo'lsa, 1000 xat yozganingiz bilan xat to'g'ri joyga bormaydi. Adresni to'g'ri yozish kerak birinchi. Uning uchun o'sha shubhalarni bartaraf qilib, to'g'ri saviyadagi ilmga erishish kerak. O'zi aytyapti, chatlarda yuribman 4 yildan beri deyapsiz. Bu og'ir ahvol. Sizga menimcha necha marta ogohlantirishgan, chatlarga kirmang, deb. Ogohlantirishganmi?
nima liftga tashlashgan. Lekin E, shubha tushib bo'lgandi. o'sha chatlarda e, yurishni samarasi mana shu achchiq samarasi, ya'ni shubha tushadi. Ilmi yo'q, fundamenti yo'q, bosadigan zamini qolmagan odam sinjib ketadi. Iymonni mustahkam qilib olganingizdan keyin kirganingizda edi, ularni parokanda qilib tashlardingiz. Biz endi ko'p faxrlanmaymiz-u, lekin hayotimizda ko'rganimiz, biz borgan joyda ateistlar tumtaraqay bo'lib ketadi. Nimaga? Fundamentimiz bor bizda. Ateistlarning o'zini gruppasiga kirib bahslarni qilganman men. Bahsi qilib chiqqanimdan keyin o'shani Surxon Alanima degan bola yig'lab ateistlarga ancha shikoyat qilgan. Shabro Muxtor Ali bilan hech bittang bahs qila olmading. Falon kitob deyapti. Kitobning nomini bilmaysanlar. Piston kitob deyapti. U kitobni hayotingda ko'rmagansanlar. Mana qarasa u o'qigan, senlar o'qimagansan. Sharmanda qilding bizni deb qilgan. Men anu Respektga shuni iltimos qilaman. YouTube'dan topib qo'yinglar shuni. Surxon bilan bo'lgan o'sha ateistlar bilan bo'lgan bahsni orqasida Surxon gapirgani bor. Umid Surxonmi degan bola, ateist. Men buni misol keltiryapman ibrat sifatida, maqtanish sifatida emas, maqtanadigan narsa emas bu. Odatda har bir musulmon qilish kerak bo'lgan narsa. Biz quvib yuramiz ateistlarni. Qayerda bo'lsa, xohlasa mantiqdan gaplashsin, xohlasa falsafadan gaplashsin. Ateistlarni aqli noqis ekanligini, o'ta nochor odamlar ekanligini hamma joyda isbotlaganmiz. Necha marta men buni dalilini ham keltirdim. Ateist erishgan cho'qqidan musulmon fikri boshlanadi. O'sha yuqoridagi Anthony Flew misoli shu. Anthony Flew 80 ga kirib xudo bor ekan adashibman dedi. 8 yoshli musulmon xudo borda deb yuradi. U oradagi 72 yil kerak emas musulmonga. Isrof umr kerak emas unga. Hayotini foydali ishga yo'naltiradi. Sizga ham shu, endi sizni qalbingizda kasallik bor. Uni isloh qilishlik uchun shubhalardan xoli bo'ladigan joyga chiqib olishingiz kerak. O'zingiz yakka yuraversangiz, o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib, shubhalaringizga o'zingiz javob topa olmay yuraversangiz, shubha tomoroti boraveradi. Keyin borib yana o'shalarning ichiga kirsangiz, yana yangilanaveradi. Ta'bir joiz bo'lsa, narkomanlarni davolashlikning yo'li eng birinchi narkoman oshnalardan ajratib qo'yiladi. Keyin borib yotqiziladi uni. Unga keyin yaxshi ukollarni berib, lomkasidan o'tkazib olinadi, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Siz hozir bitta ateist bilan gaplashsangiz, ketdi yana shubha hisob qo'yaveradi narkoman ateistlar. Mana shu sababdan qaytib qolaverasiz. Endi necha kirdingiz? Yoshingiz nechida? 30 da yoshim. 30. Hali yoshanmas ekansiz. Odatda bir umrni yarmi ketibdi o'zi. 60-70 ga bormay o'tadi odamlar. Yarim umri o'tib ketdi, yana qolgan umr qancha qolgan bilmaymiz-u. Sizdan mendan so'ramasdan oladi-da jonimizni Alloh taolo. O'sha Allohning huzuriga ketyapsiz. Butun olamni yaratgan, butun ko'zimiz ko'rib turgan koinot asarini yozgan zot oldiga ketyapsiz. Siz o'zingizni badaningizga oddiy ilm o'qing, oddiy ichingizdagi a'zolaringiz haqida bir fikr qiling. Biz juda ko'p mo'jizalarni oddiy hol deb ajablanmay yashaymiz. Masalan, tovuq tuxum tug'adi, to'g'rimi? Sigir bola tug'adi. Agar sigir tuxum tug'sa nima bo'ladi? Ajablanamizmi? Men aytsam sizga, meni uyimda bitta sigir bor, tuxumlaydi shu. Desam ajablanasiz. Yo'q deysiz. Ha? Qani ko'rsatingchi deysiz. Olib kelaman sizga ko'rsataman. Sigir tuxumlayapti. Voy deysiz, ajablanasiz. Keyin
10 ta odam keladi, 20 ta odam, 100 ta odam hamma ko'radida ajablanib, keyin ajablanmay qo'yadi. Keyingi avlod umuman eslamaydi ham. Biz paytlarda sigir tug'ardi, hozir tuxumlayapti desangiz, yangi tug'ilgan avlod tuxumlagan sigirni ko'rgan u. U ajablanmaydi u. Xuddi shunaqa ko'zingiz ko'rib turishligi ajablanadigan narsa. Ko'rish nima degani? Hali javobi yo'q. Shuni bilasizmi? Ko'rish, inson qanaqa ko'radi? Gipoteziyalar bor. Lekin ko'rish tushunchasini hali yechilgani yo'q. Inson tush ko'radi. Nima u? Ilm isbotlamaydi. Miya faoliyati bo'yicha shug'ullanadigan mutaxassis olimlar miyaning faoliyatini mumkin emas bu deydi. Bunaqangi texnologiya yo'q deydi. Asar, bu katta bitta asar bu. Miyani xotira gigabayti 2,5 million gigabayt ekan. Ya'ni 2 milliondan baland. Yuqoridagi son biroz anaqa bo'lishi mumkin. Bu mumkin emas narsa, ya'ni o'zidan o'zi bo'lib qolishi mumkin emas. Barmoqlaringizga qarang. Simmetriya, o'ng qo'lda ham 5 ta barmoq, chap qo'lda ham 5 ta barmoq. Agar tasodifan inson paydo bo'lib qolganda edi, burni qornida bo'lib qolishi kerak edi. Burun aynan og'zingiz oldida burningiz bor. Aynan og'izni oldida burun bor. Nimaga desa, bunda yeyotgan narsangizni hidini bilib turasiz. Og'zingiz qulog'ingizda bo'lganda edi. Burningiz qo'ltig'ingiz tagida bo'lganda edi. Qanaqa ovqatlanardingiz? Oldimda qo'ltig'ingiz tagiga ovqatni olib kelib hidlab, ha bu aynimabdi deb keyin qulog'ingizga tiqamidingiz? Alloh taolo buni shunaqa ajoyib yaratgan. Ya'ni yurak operatsiyasi bilan shug'ullanganlarni surishtirib ko'ring. Yurak bir parcha go'sht o'zi. Aylanib konusga aylanadi. Konusga. Ikki tomonida ikkita klapan bir-biriga shunaqa mutanosib joylashgan. Agar bitta klapanda ozgina shikal bo'lsa, defekt bo'ladi, o'sha yurmaydi. Yurak xasta bo'ladi. Sog'lom yurak shunaqangi simmetriya bilan joylashgan. Inson ko'zi misli ko'rilmagan mo'jiza. Bu o'ta ajablanadigan, hayratlanadigan narsa bu. Faqat biz odatiy holatni ko'rib turganimiz uchun hayratlanmaymiz. O'tni sigir yesa sut beradi. Tut bargini qurt yesa ipak chiqaradi. Ikkalasi ham yerdan paydo bo'lgan. Yerdan chiqqan tarvuzni ta'mi bilan qovunning ta'mini farqi bor. Ikkalasi ham bitta narsadan chiqyapti. Keyin o'sha yegan narsangizni shirin bo'lishi tilingizga moslangan. Tilimizni retseptorlari shirinlikni, mazani, ta'mni his qiladigan retseptorlar tilga o'rnatilgan. Ko'chada o'sib yotgan narsalarga til qanaqa moslashishi mumkin? Ona qornida yotibsiz. Ona qornida. O'pka shakllanyapti. Suvni ichidasiz. O'pka nimaga kerak bolaga? U ongi yo'q. Bolani hali o'zini otini bilmaydi, nimaligini, nima bo'lishini bilmaydi u. Ona qorni rahmda osilib turgan alaq. O'pka shakllanyapti shunda. Nimaga desa, u yaqinda tashqariga chiqadi. Tashqarida shunday bir atmosfera bor va atmosferada havo kerak. Kislorod bor, karbonat angidrid chiqarib kislorod yutish kerak. O'pka tayyorgarlik qilyapti. Evolyutsiya orqaga qarab rivojlanish kerak edi, Lamarck gapiga ko'ra. Ona qornidagi bola kelajakka qarab tayyorgarlik qilyapti. Ko'chada havo borligini bilyapti. Qattan bilyapti u. Tish tug'ilgan zoti onaning qorniga sut keladi. Bu ajablanadigan narsa bu. Bolaga go'sht berib bo'lmaydi. Tug'ilgan zoti go'sht bersangiz o'ladi. Tug'ilgan zoti boshqa ovqat bersangiz o'ladi. Bola yemaydi uni. Qanaqa qilib yedirasiz unga? Onaning ko'kragiga sut kelib turibdi. Shunda tayyor tug'ilishiga. Onaning ko'kragidagi holat bolani
sut emishligini qayerdan biladi? Tug'iladi, darrov bolaga o'rgatilmagan. Masalan, hozir katta odam emolmasa kerak, tishlab oladi ona ko'kragini. Ha, bola tug'ilgan zoti emish texnikasini biladi. Texnikasi bor, emadi. Bolani 2 yosh, 2,5 yoshdan keyin sutdan chiqaradi. Sutdan chiqarish arafasida tish paydo bo'ladi unda. Sut tish. Tish qatdan nimani evaziga tish chiqib kelyapti? Endi yeydigan narsalarni chaynab yeyishing kerak. O'shaning uchun senga biz tish qo'yib qo'ygan edik. Mercedesga o'tirsangiz, Mercedesda shunaqa instrumentlarni qo'yib qo'ygan bo'lsa, sizni komfortingiz uchun ajablanasiz. Voy, deysiz, Mercedes zo'rda deysiz. Mana shu yerda shu narsa bo'lishini xohlagandim, qarang qo'yib qo'yibdi shuni. Falon joyda falon narsa, chuqurni sezmaslik, tezlikni o'zi kontrol qilish, dalni bilishni o'zi kontrol qilish. Voy, ajoyibda bu nemislarning kallasiga qoyil. Insonchi? Insonni tayyorgarligini qarang, tishi oldindan tayyorlab qo'ygan, u ichkarida ekib qo'ygan tishi. Tishi ichiga nerv qo'yib qo'ygan. Tishi ichiga nerv qo'yib qo'ygan, nerv. Sezadi tish. Evolyutsiyamish. Evolyutsiyani gapirayotganlar jinni desam jinni xafa bo'ladi. Evolyutsiya nazariyasi siyosiy nazariya. O'sha ma'lum Sion tashkilotlari, ma'lum bir davlatlarni manqurtlashtirish uchun faqat mehnat bilan shug'ullanasan. Sanlar hayvondan tarqagansan, biz odammiz deyishlikni o'zimizga singdirish uchun ta'lim sistemasiga majburlab kiritishgan. Darwin ta'limotini hech bitta davlat o'zi ilmiy analiz sifatida o'rganmagan. Majburlangan. Majburlab o'qiysan deyilgan. Evolyutsion nazariya tasodiflar silsilasiga bog'liq. Shuni hammasini qabul qilasan. Odam qanaqa paydo bo'lgan? 250 ming yil oldin. Sen yilni bilasanmi uni? Yo'q, borib kelolmaymiz unga. Aytaveramiz. Lekin Darwin yozgan kundaliklar bilan jamiyatga manfaatli hech narsa yo'q. Na qonunchilik, na axloq, na jamiyatshunoslik, na jazo strukturalari, na bir davlatchilik, hech narsa yo'q. 1400 yil oldin Muhammad alayhissalatu vassalom menga Alloh vahiy qilyapti dedilar. 600 betlik Qur'oni Karimni insoniyatga topshirdilar va sahobalarga 23 yil ta'lim berdilar va ular butun dunyoga ilm tarqatishdi. Va Qur'on mana shunga o'xshagan narsalarni xitob qiladi. Qur'onga o'xshagan asarni keltira olmaysanlar deydi. Hamma narsaga javob bor Qur'onda. Qonunchilik bor, axloq bor, sirat tarixdan ibratlar bor. Jamiyatshunoslik bor. Nima yo'q Qur'onda? Qur'onda hamma narsa bor. Qur'on Imom Shofiyning gaplari bor. Agar dunyo ilmlarini xohlasan, alayka bil Qur'on degan. Qur'onni lozim tut degan. Oxirat saodatini xohlasan, alayka bil Qur'on deganlar. Yana Qur'onni lozim tut deganlar. Ikkalasini olmoqchiman desang, alayka bil Qur'on, yana Qur'onni lozim tut deganlar. Qur'on ilmlarni onasi. Qur'onda ximiya bahsi yuritilmaydi. Qur'onda fizika bahsi yuritilmaydi. Qur'onda har qanday bahs oxir insonning e'tiqodiga, dunyo mezoniga, axloqiga, ibrat olishiga urg'u beradi. Oxiratni eslatadi. Lekin hech bitta fan Qur'onni inkor qila olmaydi. Masalan, Alloh taolo biz odamni tuproqdan yaratdik degan. Bu ilmiy doirada o'ta katta da'voda. Islomni yo'qqa chiqaraman degan odamni tuproqdan yaratilmaganligini isbotlash kerak. Biz musulmon o'laroq Allohning kitobiga suyanib, inson tuproqdan yaratilgan deymiz. Payg'ambar alayhisalom hadislardan ko'rib, insonni Alloh taolo tuproqdan haykalini yaratdi, puf deb unga jon pufladi, inson odamga aylandi. Odam jonli odamga aylandi deymiz. Bizning e'tiqodimiz shu. Endi modda haqida gap ketyapti. Tuproqdan odam yaratilgan. Yo'q, odam tuproqdan yaratilmagan desa isbotlasin. Bir ateist menga savol beruvdi.
Siz isbotlang odamni tuproqdan yaratilganiga deb. Men aytdimki, o'lganda inson tuproqqa aylanadi. Asliga qaytadi. Ana shu uni tuproqdan yaratilganiga dalil. Siz insonni o'lganda shishaga aylanishini isbotlasangiz, ha, bu shishadan bo'lgan ekanda, mana qaranglar asliga qaytibdi derdik. Yo'q, siz uni isbotlamaysiz. Siz faqat inkor qilasiz. Odamni tuproqdan yaratilmagan, evolyutsiya nazariyasi deysiz. Yo'q, sizning nazariyangizni chumchuqni miyasiga qo'ysa, chumchuq kay bo'lib o'tiradi o chekkada. Men jinni bo'lib qoldimmi deb. Bu sizning nazariyangiz bir tiyinga qimmat. Sizning nazariyangizni hech bitta aqli raso jamiyat qabul qilmagan. Bir qancha ulamolar, Nobel mukofoti bor ulamolar rad qilgan. Bu hammasi siyosiy falsafa, safsata bo'lgan. Darwinning hayotini o'rgansangiz, Darwinni eng yaxshi ko'rgan qizi o'lib qoladi yoshligida. Rosa qattiq yaxshi ko'rardi uni. O'sha qizi o'lgandan keyin buni hayoti ostin-ustin bo'lib ketgan. Miyasida ham shikol boshlangan deydi. O'zining davridagi ulamolari. Islom da'vo qilyapti. Odam tuproqdan yaratilgan. Tuproqdan yaratilgan. Yo'q, yaratilmagan. Isbotla. Yoki sen bu da'voyimizni churit. Raddiya keltir. Yaratilmagan desang gapingga ishonib ketmaymiz. Biz yaratilgan tuproqdan deyapmiz. Bitta dalil tuproqqa qaytamiz. Tuproqdagi moddalar bilan inson jasadidagi moddalarni solishtirsa 99% bir-biriga uyqash keladi. O'shaning uchun shunga o'xshagan fanlarga ko'proq urg'u berishingiz kerak. Keyin turkchani bilasizmi yo'qmi siz? Alisher. Yo'q, turkchani bilmayman, shu o'zbekcha. Risola-i Nur degan kitob bor. Bu Said Nursiyning asari. Nurchilarniki deyishadi-yu, lekin bu odam o'sha Otaturk paytida Usmoniy imperiya qulatib, ateizm g'oyalari xuddi mana bizni ateizm g'oyasi bosib olgan-ku, dunyoni parchalashgan o'sha paytda. Ayni 1924-yillar Lenin o'ldi misol uchun. Revolyutsiya qildi, Oktyabr revolyutsiyasi. Revolyutsiyada bizni ateizm bosib olgan O'rta Osiyoni. Xuddi shu ateizm g'oyalarini turk olamiga ham ya'ni hujum qildirishgan. O'shanda Said Nursiy ularga raddiya sifatida mana shunaqangi mo'jizalardan ibratlanish ma'nosiga oid kitoblar yozgan. O'sha kitoblarni o'qishingiz kerak. Biroz saviyangizni oshirib, o'sha kitoblarni o'qisangiz, o'ta siz nurchilik e'tiqodi haqida emas, aynan ularni qiyos uslubidan, metodologiyasidan foydalanib ibratlarni olsangiz bo'ladi. O'shalarning asarlari juda ko'p ateistlarni bo'lishlikdan asrab qolgan juda ko'p jamoani. Endi undan keyin mana Fathulloh Gulen degan harakat nurchilikni siyosiylashtirib biroz hozir taqiqqa olingan, lekin asli Said Nursiy jamoasi ilm bilan shug'ullanadi. Ularni siyosatga aloqasi yo'q. Said Nursiyning o'zining gapi bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim siyasa deydi u. Va siyasa deydi. Toshbo'ron qilingan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman va siyosatdan ham panoh so'rayman degan. Siyosatga aralashmaslikni qattiq tayinlagan odam. Bizga siyosat kerak emas. Bizga har bir mu'minning iymonini himoya qilib qolish, qanday himoya qilib qolishlikni o'rgatish kerak bizga. Sizga ham balki bu gaplarim foyda berar, balki yo'q, lekin hujjat o'laroq qoyim qilyapman men. Qayta eshitib ko'rarsiz. Ibrat olishni, narsalardan hayratlanishni o'rganish kerak. Dunyo oddiy joy emas. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Tasavvufda zo'r qoida shu. Kim o'zini tanisa, keyin Allohni taniydi. Siz o'zingizni yo'qotib qo'ygansiz hozir. Shubha insonni o'zini yo'qotib qo'yganiga dalil. Inson o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin emas. Yuqorida bir odam haqida gapirganda aytdim, dovdirab qolgan. O'zini yo'qotib qo'ygan.
Siz o'zingizni tanishingiz kerak, topib olishingiz kerak. Siz jasadingizga bir qarang. Simmetriyaga qarang. Tasodifan shunaqa ikkita ko'z teppa-teng yonma-yon, qosh ikkita, burun teshigi ikkita, quloq ikkita bo'lishi mumkinmi bu? Tasodifan shunaqa bo'lishi mumkinmi? Yuqorida kimdir aytdi. Maymunga abadiylikni berilsa, urush va tinchlikni yoki o'sha o'tgan kunlarni yoza oladi, deyapti. Abadiylik tushunchasi dunyoda imkonsiz. Bu oxiratda bo'ladi. O'lgandan keyin abadiylik, boshqa o'lchamga o'tganda abadiylik bo'ladi. Dunyoda abadiylik bo'lmaydi. Har narsani sababini surishtirib borsangiz bir joyda to'xtashga majbur. Falsafada kuchli qoida bu. Abadiylik mumkin emas. Abadiylik yo'q joyda tasodiflar bilan o'tgan kunlar yozilib qolishi mumkin emas. Yo, abadiylik bor desa, unda birorta ishimizni davom ettira olmaymiz. Mana siz bilan gaplashyapmiz. Nima sababdan? Telegram sababidan. Telegram nima sababdan? Gaplash sababidan. Gaplashimiz nima sababdan? Mavzu sababidan. Mavzu nima sababdan? Ketaverasiz. O abadiylikka ketsasiz u yog'i. Gaplasha olmaymiz biz sabablarni oxiriga borsak. Sabab tugamaydi. Bir joyga borib to'xtash kerak. To'xtagandan keyin bizning o'rtamizda bir fe'l paydo bo'ladi. Abadiylik dunyoda ya'ni mumkin emas. Abadiy dvigatel degan narsa bor, eshitganmisiz fizikada? Ha, eshitganman, endi shunaqa narsani eshitganman, lekin bu narsa bor deb bilmayman lekin. Yo'q-da, mumkin emas. Yer yuzida abadiylik hech bitta narsa yo'q. Energiya boshqa energiyaga o'tib aylanib boraveradi. Abadiylikni isbotlab bo'lmaydi. Sondaroq bir tushuntiray sizga. Misol uchun deylik, siz bir ishxonada ishlaysiz. Rahbaringizga ariza yozdingiz. Menga ta'til bering 10 kunga. Rahbaringiz sizga ruxsat berish uchun o'zining rahbariga ariza yozadi. Mana ishchimga ruxsat berish kerak. U rahbaridan ruxsat so'raydi. U o'zining rahbaridan, u o'zining rahbaridan. Bo'ldi, abadiylikka ketsa, siz ta'tilga chiqa olmaysiz. Bir joyda to'xtaydi, keyin ta'tilga chiqasiz. Bu misol boshqa narsalarga o'zingiz tushirib olavering. Boshqa variant kelsa, shu misol bilan tushirib olavering uchun keltirilyapti. Abadiylik dunyoda tasavvur qilinmaydi, lekin fikr qilinadi. Abadiylik bormi desa bor deyiladi. Bor degan fikr bor xolos. U qachon desa dunyoda emas u. Dunyo abadiy emas. Ateistlarning holati hozirgi kunda o'zgarganda, SSR paytida klassik ateizm degan tushuncha bor edi. Klassik ateizm dunyo abadiy deb aytardi. Dunyoni boshi yo'q, oxiri yo'q, ketaveradi shundoq. Yangi avlod keladi, o'ladi, mana shunaqa evolyutsion nazariya shu. Mana shunaqa qilib manqurt yasash uchun harakat qilishgan edi. Keyin bang etib Big Bang nazariyasi paydo bo'ldi-yu. Bu nazariya rad qilib bo'lmaydigan darajadagi nazariya hozirgi kunda. To'g'ri nazariya, lekin rad qilish olmaydi hali. Uni qarshisiga boshqa fikr olib kelish olmaydi. Qachon bo'lgan Big Bang? 13-18 milliard yil avval bo'lgan. Demak, boshlanish bor. Ateistlar taqtib almashdi. Shapkani shat yechishdi, o'rniga telpak kiyib olishdi endi. Ha dedi, o'sha ateistlarning ko'pchiligi ateizm degan tushuncha bilan o'zini fikrlarini isbotlay olmagani uchun deizm degan narsani qabul qilib olgan hozir. Bir xil o'zi. Ateist ham ateist, deist ham ateist o'zi aslida. Bizdagilarni aytayapman. Asl deist yaratuvchi bor deydi, lekin undan keyingi fikrlarni hammasi ateizm. Dinlarni tan olmayman deydi. Nimaga deist deb olgan? Chunki bahsda yutqizib qo'yganligi uchun. Klassik ateizm cho'kkanligi uchun. Dunyoni boshlanishi bor degan narsa ateizmni cho'ktirdi. Ular abadiy deyotgan edi. Deistman deb oladi. Lekin deist bo'lgan taqdirda ham u
ateizmni g'oyasida ketyapti. Ha, o'sha Anthony Flew haqida gapirganimda, Anthony Flew ilmiy harakatlarni oqibatida yaratuvchi borligini topdi u. Ya'ni borib deizmga keldi-da. Uniki haqiqiy deizm. U bizdagilarga o'xshab gapga javob bera olmay qolgandan keyin taqtib shapkani otib telpani kiyib olgan deizm emas uniki. Uniki haqiqiy ma'noda o'zi aqliy salohiyati bilan yetib keldi. Endi sizga bu gaplarni gapirishimdan maqsad sizga bir ikkita ilmiy manbalarni ham aytdim. O'shalardan foydalaning, o'qing, o'rganing. Mutlaq agar o'zingizga rahmingiz kelsa, mutlaq ateist guruhlariga kirmang. Yo, men kiraveraman desangiz, haligi ta'bir joiz bo'lsa, ko'nglingizga keltirmang. Fohisha ayollarni telefonini olib, ular bilan ko'ngil xushlik qilib gaplashib yuradigan odam tashamasa zino qilib qo'yadi bir kun ular bilan. Bu misol o'sha ateizm guruhlarida yurgan odam o'shalarni yegan axlatini, najosatini bu ham yeb qo'yadi degani. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling. Bizda o'zbekda zo'r maqol bor. Do'sting ola qarg'a bo'lsa, yemishing tezak degan. Qarg'aga do'st bo'lsang, axlatga olib boradi. Bulbulga do'st bo'lsang, bog'ga, gulzorga olib boradi degan. Siz do'stingizni tanlang. Atrofingizdagi ateizm narkomanlaridan uzuling. O'zingizga rahmingiz kelsa, majburiy emas, u tanlov o'zingizda. Yana o'zingiz bilasiz. Do'stlar, bizda bomdod bo'ldi. Barchalarga tashakkur. Suhbatinglarni davom ettirarsizlar. Yana nasib bo'lsa diydorlashamiz. Musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.